Hurmatli obunachi, sizlar uchun tayin joy topib qo'ydik. Bu yerga kiyimlaringizni olib kelsanglar bo'ldi, yashab yurasizlar. Hamma narsasi bor. Gazi, sveti, manzilimiz Beruniyda. Bizlar Xudo qalasa chiroyli qilib obzorda boshladik. Like'larni bosib tasanglar bo'ladi. Bu joyimiz do'stlar Ox kafening yanında ilk so'tik joylardan bo'ladi. Egasi to'shli lokatsiyani aytmanglar, shu reklamaga chiqarmanglar deydi. Lekin bunday sharoitda bizlar ko'rsatib bermaslikdan iloji yo'q. Shu men shunday joyda bo'lganda men olardim, bilmay qolgan deb o'tirmasin deb to'shli adresni kelganda birga ko'rsatib o'tamiz deb tushuntirib reklamaga olamiz. Kirish qo'li, ilk so'tikliklarning planini biladi, hammada birinchi salingan ilk so'tikliklar. Kirish qo'l, mana koridor. Bu tarafında bitta spalnisi var. Ko'rsanglar bo'ladi. Polni remontlanib to'shalib turibdi. Shunda hamma narsasi bilan qoladi to'shamlari. Tek ko'rpa to'shagini ikki televizor bilan xolodilnigini arjasini olib ketadi bo'lgan. Bu tarafında ikkinchi xonasi, bu xonalar ham polni remontlanib turibdi. Buna arjasi bilan ko'rpa to'shaklari ketadi, mebel qoladi. Mebel, to'shamlar qoladi. Joyga addushi mehr berib tozadan remontlangan. Bu zali. Uji toza remont bu. Toza remont. Konditsionerlar qoladi. Toza qo'ygan ekan konditsionerni. Herdalar qiladi, bir televizor ketadi. Restoranlar ham e'tibor berasizlar, yaxshilaridan qo'yilgan. Polni tayyor to'shalib turibdi. Kelib yashirasizlar. Hamma narsasi ishlab turibdi. Sanuzelda boshqasida hamma texnikalar ishlab turibdi. Sanuzel banyalar ham o'zlari qaytadan remontlagan. Kuxnyasi bu joyning eng qiziq yeri orqa oyog'ida bo'ladi. Orqa oyog'ini alohida ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda televizori ketadi, olib ketadi. Xolodilnik pechkasini olib ketadi. Qolgan ugona nelari, gaz plita, aristo hamma narsasi qoladi, mebellari ko'rsanglar bo'ladi. Tayyor. Bu yeri pollanib turibdi. Ko'tarib addini o'zlari uchun pollab o'zini batareyalar o'tibdi. Yetilgan ekan. Remontuna gap bo'lishi mumkin emas. Orqa oyoqlarini ko'rsanglar bo'ladi. Orqa oyog'ida kengchilik, doji keng orqa. Yazg'i tualeti. Bu yerda gazdan muammo yo'q. Bog'cha, maktab baribir yaqin. Desat maktablar hammasi yaqin. Bu tarafında ko'rsanglar bo'ladi, garaji. Yağını arka ayağında da nesi var? Kengişlik yeri var. Addushi ezitib yashirasizlar, tayyor narsa kerak deganlarga bo'ladi. Narxi 460 million so'm. Shunda kelasizlarda shappat turib savdoni qilib to'g'ri yashirasizlar. Mana bu yoqlarni, arqa oyoqlarına da nudir peredilga etib qurilishlar qilsangiz bo'ladi. Uchun arqa oyog'ida yetarlicha joy bor. Orqasini chertak etib, garaj-paraj salib olsangiz ham bo'ladi. Обязательно ilk so'tikda yashayman degan odamlarga shu videomiz sizlarga arnaladi. Обязательно like'larni bosib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Instagram, YouTube kanallarimizda ana shunday antiqa joylarimizni qo'yib boramiz. Kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.